uchun parabola berilgan ekan, bitta line bor, shu parabolani qayerdadir kesar ekan. Ikkita nuqtada intersect bo'lyapti. Endi ln nima? Bu yerda ln o'sha nuqtalar orasidagi masofa ekan. Keladi. Chizib ko'ramiz. 0 y topib, ikki nuqta orasiga masofa qo'yish kerak-da. Yaxshi fikr. Tenglashtirish kerak o'zi. Osonroq yo'l. Ya'ni ildizlarni topishga majburmizmi? Topish shart emas menimcha. Boshqa yana qanaqa yo'l bor ildizlarni topishdan ko'ra? Misol uchun bu ikkalasining kechish nuqtasini topmoqchiman. Ikkalasini tenglaymiz parabola bilan. X square minus x plus n square plus x minus n 0. Ildizlarni topsangiz juda boshqacha sonlar chiqib ketib qoladi. Topmasdan kerak yo'li bormi? x1 x2 da kesishadi desak, Zo'r fikr. Zo'r fikr. Mana bu keyin ana to'g'ri chiziqqa qo'yib yuborsak, boshqa qoladi. Y ham x ham. x1 x2 bo'ldi. Buni kesish nuqtasi nima bo'ladi? x1 ni kvadrati. Chunki parabola. x2 ni kvadrati. Shu ikkita nuqta orasidagi masofani topishim kerak. Mana shu ln ekan. Okay, yozamiz. ln square koordinatalarni ayirayman. x1 x2 ni kvadrati plus x1 x2 ni kvadrati. Okay. Vietdan foydalansak bo'ladi endi bu yerda. x1 plus Shu to'g'ri chiziqqa qo'ysak bo'ladimi? x1 x2 lar. Nima qilsak bo'ladi? To'g'ri chiziqqa. Bo'ladi. Y ni topishda shunda o'sha birinchi kvadratni ikkinchi kvadrat bir xil bo'lib qolar ekan. Yaxshi. Shuna qilamiz. Osonroq chiqadi deysiz, to'g'ri. Chunki ikkalasi common point x1 keyin minus x1 plus n keyingisida x2 minus x2 plus n. Endi nima bo'ladi bu yerda? Ikkalasini ayirmasi. Okay, x1 keyin x1 nlar qisqarib ketadi, yana x1 x2 square. To'g'ri? Adashmasak. Endi buni qavsni ochsak bo'ladi. x1 square plus x2 square minus x1 x2. Hop. Vietdan foydalansak bo'ladi endi. Mana buni kvadratga oshiradigan bo'lsak, yoki buni bunaqa qilib yozib olsak bo'ladi. x1 plus x2 square minus 4x x2. To'g'ri? Shunchaki soddalashtirdim. Bu minus 1 ga teng. Vietdan yig'indisi ko'paytmasi minus n. Demak, bu teng 2 minus 1 plus 4n teng minus 2 plus 8n minus 2. Limitni hisoblash kerak. Bu yerga qo'yamiz. 8n bo'lingan n 8.